أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء. Men bu bir nimasinki babıdır ki meni tushidi o narsa, o tushgan narsa nimadan edi? Nijosatlardan edi. Ya'ni paskina narsalardan edi. Men shundoq paskin narsaniki tushishi nimaga desa, seriq yog' va suvga. Seriq yog' va suvga shundoq tushgan bo'lsa, mana bu narsaniki hukmi mana qanday bo'ladi? Bununki üstüdeki nima bu? Bab, men mush to'g'riliq gap qilamiz deydi endi. Endi bu 67-babkan kitob bo'ldi onunki. Endi bu yerda nijosat. Nijosat degan najosatniki nimasi u jam'isi bo'ladi. Bu yerda jam'i keltirishi ana nijosatniki turi bak jiq bo'lgandikin har xil narsa. Men mushundaq suyuq, quyuq deganidek mushundaq narsa shu bo'mdi. Ya'ni shu paskin narsa islom dinimizda paskin deb qaralgan shundaq narsaniki o'zini meni namoz o'qigan odamniki o'zi nima qildi? O'chanizda kiyim-kechak badanniki o'zidan pokizlash kerak. Endi pokizlash kerak bo'lgandikin endi bu narsaga yuqorida endi kiyimga yo badanga surka bundoq yuqib yoki chechirab bundoq ketsa uni qanday qilamiz? U yuqoridagi bablarda deb o'tildi endi. Endi ma'noda endi asos bu yerdagi maqsad bu yerda seriq yog'niki gapini qilib qo'yishi. Endi bu asosiy maqsad bu yerda suv ichib ketmoqchi. Ya'ni suvmi shundoq paskin narsa ichib ketsa qanday qilamiz? Deb muşun asasen maksat bu. Ama seriq yog'ni bundoq qilishniki o'zi bunga ikkinchi ya'ni tabiiy ergash qilib bu gapni shu degan shu gap. Bo'lmasa biz kitobi tahoratniki gapini qon bo'lgandan ya'ni tahorat edish, tahoratni qanday qilamiz, qancha qata olamiz, qanday yuymiz, undan suvni qanday qilamiz, qaysi suvda tahorat olsak bo'ladi deb andagi qanday qachida olamiz deganidek mushundaq mazmunda uchun to'xtaldi. Undan o'g'andikin biz mayada hozir demoqchi bo'lganim shu tahorat olmoqchi bo'lgan suvniki o'ziga ashunda bir nijosatniki o'zi chiqib ketsa bu suvniki o'zida tahorat og'ilib bo'lamdi, bo'lmamdi. Mana bu ne demoqchi? Endi bu yerda seriq yog'niki gapini qilishi bu yerda yiliqi gapniki o'zi yiliq muttarid deydi arabchada, ya'ni umumiy, ya'ni hech qanday bir gap qilib qolmasin, hamma gapni bundoq devatili degan asosda İmam Buxoriy rahmetullohi alayhiniki bu yerda seriq yog'niki gapni qilish shu. Ya'ni demak yo'g'ini mushundaq najosatdan iborat bo'lgan, ya'ni paskira, harom, mushundaq narsadan iborat bo'lgan narsaniki o'zi mana bir narsa uchib ketibdi. Uchib ketgan narsa qancha xil bo'ladi? Ikki. Birisi suyuq, ya'ni suvga o'xshash, bu asos maqsad bu. Yana birisi anidan u narsa uchib ketgan narsaniki o'zi suyuq emas, quyuq bo'libdi. Ya'ni suyuq bo'lgan vaqt o'zida zaten o paskin narsaniki o'zi suvniki suyuq bo'lgandan o paskin narsaniki shu nazik rahlarniki hammani uchoq o'zida suyuq narsa bo'lgan singib ketadi. Uchoq buni hukmi boshqa. Endi quyuq narsa bo'lgan bo'lsa, quyuq narsaga shundoq bir narsa tushib ketgan bo'lsa, uchoqniki o'zida o quyuq narsa hamma a'zolarniki ichiga o quyuq paskin bo'lgan narsaniki o'zi, ya'ni suvniki, ya'ni paskin narsa bo'lgan narsaniki o'zi o tushib bo'lmaydi. Unda o'g'andiki buning hukmi qanday bo'ladi? Ya'ni bu yerda buni demoqchi. Endi bu yerda asosan endi suvga paskin narsa tushib ketsa bu qanday bo'ladi? Buni demoqchi. Endi bu yerda deydiki İmam Zuhriy rahmetullohi alayh, ya'ni İmam Zuhriy rahmetullohi alayh degan uniki bir ismi, bir atal, ya'ni ma'ruf bo'lgan bir isminiki o'zi İbn Shihab, Muhammad ibn Muslimmo ibn Shihab deb chiqib keldi ana. Yana birisi İmam Zuhriy deydigan adam. Mana bu shu Madina Shamda yashab o'tgan, mana shu salaf ulamolarniki ichi chiqqan eng mashhur mujtahid olimlarniki qatoridan. Endi bu adam dediki, yo'q, hech qanday bir chatoq, ya'ni la ba'sa
deydi. Bas degan nima? Qattiq tutish degan arabchada. Yani qattiq, yani ağırtıp, mındaq qan narsaning o'zini bas deydi. Yani bas. Yani hech qanday bir, yani sıkınçılık, ya hech qanday bir tağchilik, ya bo'lmaydi deydigan unda bir ish yo'q degan gap endi. Ondan keyin bu yerda hech qanday bir bo'lmaydi yoki durust emas deydigan undaq bir sıkıntı, yani undaq bir adam ko'ngli mındaq ağırtıp, mındaq qildigan hech qanday bir narsa yo'q. Çünkü neymiş ki hiç qanday deyimiz yo'q deysiz. Çünkü laniki üzü harf nepi cins. Cins olgandan keyin bu mubtada xabari kirib, anakin ismisini zibar xabarini nima qiladi? Pesh qiladi. Pesh qilgan bo'lgandan keyin mana bu ismniki aloydligi, bu laniki harfniki ism jinsining aloydligi bu nakir ismga kiradi. Masalan, deb nima qildik? La rajula fid dari, la imraata fid dar, fil bayti degan edik. Bu yerda jinsini yo'q qilish degan gap. Yani ladin ki kirgen ismninki cinsi. Yani cinsi degan nima degan gap? Cinsi degan uniki ma'nosi qarab, shuniki bir afrodniki xorijga chiqqan hamma narsa o'z ichiga oladi degan gap. Yani hech qanday bir diniy tarafdan hech qanday bir nima yo'q, ya bo'lmaydi deydigan yoki mundaq haraj adam ko'ngli sal mundaqroq qiladigan, men mu'min musulmon bo'lish e'tiboran unda bir narsa yo'q degan gap bo'ladi. Ondan keyin yo'q degandan keyin nima de yo'q? Su yok. Yani suda tarat asınız boludu. Hiç kadar bir çatak yok. Kandak çağdan. Madami ki özgertmişse şu suni bir tan. Ya ki bir purak. Ya ki bir renk. Bir purak. Ya ki tam. Ya ki rengi. Bir nesninki rengi o suniki esi Allah Teala yaratkan bir tabi bir nimi var? Hususiyeti var. Şu hususiyetniki üzerine mene o suniki nemelik, suyuqluq, onunki rengi, onunki purg'i degan edik, onunki ta'mi. Yani Allah Teala asli yaratgan vaqtimizda o'ziga loyiq bir xil odati bor suniki. Mana mushu suniki o'ziga, mana puraq va yoki rangi va yoki ta'mi va narsaning o'zi tushib, u shu suniki asli tabiati bo'lgan narsa o'zgartmasa, mana u suniki o'zida tarat olsa hech qanday nima yo'q, chataqchu yo'q deb mena İmam Zöhri rahmetullah aleyh men müştaqçu dedi deylendi. Endi soniki bu yerda endi soğuğa mışındaq paskın narsa tushib ketsa bu qandaq bo'ladi? Hozir bab mushuni ko'rsatadi. Unda o'anikin soniki nima qilib tarat oladigan soniki o'ziga, masalan, qochidi deyli yoki og'iz uchoq yoki qocha yoki das yoki qozon degan edik. Yoki olmaydi kozan degan edik. Mushundaq bir so'g'a bir narsa tushib ketibdi. Tushib ketgan bo'lsa, ya'ni paskin narsa. U chog'ning o'zida biz qanday qilamiz? U suvni tarat elib ishlasak pokiz qila olamdi yo qila olmaydi. Desa, ulamolarimizniki o'ttirisida buningda o'xshamagan ko'z qarashi bor. Buning asosan İmam Şafii rahmetullah alayh suvniki jihlig'i ikki qulla deydi, yani edisi bor, zaif edis hamda bo'lma. Ikki qulluğa yetsa u suvni har qanday bir narsa paskin narsa tutsa u paskinchilik qila olmaydi degan mazmunda bir edis bor. Shu edisga asos qilib İmam Şafii qatorliq olimlarimizniki o'zi mana ikki chelak deydi, qo'lda degan chelak degan gap, ya'ni suvga deymiz, chelak desa yo'g'roq qoch eshak yoki to'gining ikki tarafiga bundoq, ya'ni isib mağdığan sel hem çelek bizdeki çelek deganimiz sel kichikroq. Ama soğudanki har xil shakl oldu, yani soğu deb normalda bir so'g'ilma, chelakda sel yo'g'roq. Yani shu suvniki o'zi ikki chelak, yani ikki so'g'u miqdoriga yetgan bo'lsa, mana u suvniki o'ziga har qanday besan gandi tushamdi, suydik tushamdi, aroq tushamdi. Mushundan nijosat narsaniki o'zi tushgan bo'lsa, bu narsaniki o'zi u suvni nima qila olmaydi, paskinchilik qila olmaydi. Uni da tarat olsaqchi bo'ladi. Agar ashta bir suvniki o'zi ashta tushib ketib, ya'ni ko'ribdik, o'shan o'zida bunida boshqa bir suv yo'q. Unda o'ganikin, voy bu suvda mashtan narsa tushib ketdi, endi tarat olmayla nima qilsak bo'ladi, tayammum qilib o'qisak bo'ldi desakchi bo'lmaydi deydi İmam Şafii. Ya'ni asosan bu yerga qartilgan gap. Ammo uyda turib, masalan, hozir davrin o'zida suv degan narsa jiqib ketdi. Buning davri suv yo'q. O çağda o'zida suvniki o'zida yaz vaqtiki o'zida u yer bu yer suv keladigan gap, u suvni shundoq yiroq yerdan dumbisi aşağı, ya'ni qoch-quchuq akib shundoq japoliqda akirib, ishtaxnim qilib, ko'zga nim qilib.
Endi burunqi davriniki o'zida ashta suvni, jirahiyatni yoki bir yer bağa vaqtida işte ekip koyup, ashta qilib qo'yib qildigan ish bor. Yoki olmaydi safar qilgan vaqt o'zida ashta suv bil epmadigan ish bor. Shu vaqt o'zida ashta paskinlar tushib ketgan bo'lsa, buni qanday qilamiz? Ama uyda, hozirgi davrin o'zida bu kelmaydi. Hech qanday adam qabili, hozir mushtaqmi ish bo'ladi, bo'ladimi deydi. Bunda ish hozir bo'lmagan bilan burunqi davrin o'zida bizniki hozirgi ish bo'lgan qadar bu ish bo'lgan. Onu əmimiz çok bilmesek 30-40 yılındaki aldıda bizim vətənlərimizdə ya ki Uyğurluğu turmuş neyimiz qandaqdı. Uçan üzdeki ağzıqadaq suudiga öyüge içki turub bilən kelgan bir iş yok. Endi şunda olğan bolsa bunu da qılmayımız onu da məni təyyamım qilishqa olmaydı. Onu da tərəccü alımız deydi endi. Endi bunun yeni bir göz qarashdagi olimlar var. Yani mezhep, ahkam meselesi üzerinde, Hanifi mezhepniki üzerinde. Bunu nima deb qaraydi olsa, bizdeki rayonlarimizda meşhur bu vatkan gapning üzü. Yani şu suvayaniki üzü, ma taraf 40, a taraf 10, ma taraf 10'dan ibaret olan 4 etrafı 40 metre kelgan bolsa, meni şu yerde su bo'lgan bo'lsa, yani köldeyli, aşağıniki üzüge aşağıda paskin nasi çıkıp ketken bolsa, bu suvniki üzü pakizço, paskinço bo'lmaydi. Yani pakiz. Onu təhriqdə elişkiço boludu. Dep nima qılıdı, qaraydı. Yine bu mezhepteki kişilerdeki bəzisi 40 gaz emas. Yani qandaq qılıdı? Yani bir adam mayadi təhriqdə ağan bolsa, bu suvniki üzü a tarafta ayat şunu ağan təhriqdeki üzü ağa vaxt üzüdə bu su midraydı. Midraşın o yani bağmısa, yani midraşın mesela ayet təsir qılmasa, men şundaq suğa aşda bir нәрсе çıkıp kelse, hiç qana vaxtınız paskin bo'lmaydi dep nima qılıdı? Qaraydı. Yani bu su'niki şu azraq bo'lgan vaqti o'zida uniki o'lchimi qanchalik. Bu itibardan ixtilofchi qilishgan. Ammo u su'niki mesela unidan jiq, mesela nima ekan, daryo ekan, iriq ekan, quduq ekan. Uçan o'zida buning hukmi boshqa bo'ladi. Quduq bo'lgan bo'lsa, ana bunu qanday qilamiz uçan o'zida, uni da har xil nima va ana hayvonlarni qanday hayvon tushdi, kichikmi, cho'ngmi, sesib ketdimi, ya hozir düştümü, uçağında bu sunu qanday qilib qancha tatimiz, qancha suğa yoki 60 mı, 100 mı deganidek bu ayrı bir mesele. Onda olarken bu meseleninki üzerinden İmam Buxari rahmetullahi aleyhinki göz qarışça, yani soniki özü melcih olamda az olamda düşken nəsinki özüniki təmi ya rengi ya ki furğan bolsa, şu soniki əsli təbiiti olan Allah Taala yaratgan soniki bir xil rengi var, hem furğa hem təvi var. Şu nəsinki özünü bıraklı özgertmegen bolsa, bu suğa hər qandaq pasqın nəsib kəsimi o soniki özü pakiz, onunla tərət edişkiço boludu deydəmdi. Yani gep, müşaheden çıkan gep. Şu an İmam Buxari rahmetullah'da İmam Zöhri'ninki gepini gepni erişik sebepçi şu. Yani bir asas ölçüp kılmayımız. Çünkü İmam Buxari rahmetullahi aleyhinki nezide işki tul yetse diyen bu hedisin üzü sehattep qaralmağan. Qarmağandaki şu onu asas kılmağan. Ve dedi İmam Muhammed, yani İmam Ezzem'ninki ustaz'ninki Katarı'dın. İmam Muhammed dedi ki yok bak yok yeriş kadar bir çatak nemede yüz ülüp qalğan nəsiniki tüküde. Mene yüzniki ülüp qalğan nəsiniki tüküde bunu da iş kadar çatak onu paskını cüt digeri çup bolmaydı. Yani yüzü ülüp qalğan nəsiniki tükü soğuk çıp ketken bolsa mene o sonu paskını çok qınmaydı. Dep mene İmam Muhammed müştaqçu dedi. Yani hayvallarınki ya yüzü ülüp qalğan ya ülüp qalmağan muşundaq hayvallarınki yüzüniki tükü. Ya bir nəs kərəklərinin üzü, mesela işək ya ki neyme deydi. Mənim uçağınınki üzü də bu nəsninki üzü soğukça çüp kəpdi. Ya qaçığa ya ki yeləki saxlap qoğan qaçınınki üzüge. Uçağın üzü də bu neyme bupdan o çüp ketibdi. Çüp ketken bolsa, mən onu da iş qadaq çataq olmağan dekin o nəsninki üzü o sonunun qınmaydı, paskını çok qınmaydı. Onu ona tərət alsaqlıyım boludu. Ama biz yine aldığı dersimiz dedik, bu bir dini mesele. Ama bizdeki milli örf adette, meli o kendidek anda bir nersi meli çoğun kişi kaçtak çüp geçsin, emuksun, uçağınıza bizdeki örf adet paskın dep qarab, uçağınıza usunu işletmesek meyli, uçağınıza işletmesek meyli. Ama
diniy masalaning o'zida mushunday deb nima qilamiz? Qaraymiz. Ya'ni, ashta bir soniki o'ziga urf-odatda masalan eshakniki tuki yo'chib ketsa bir odam suv ichmaydi, o paskana deb umumlashib ketgan. Unda bo'ladikin buni qarab, uningda masalan ashta bir suv ekanda bir yerga olsak, bu suvdan boshqa suv yo'q. Unda o'g'andikin o paskana o'g'andikin buni tarat olmaymiz, bunda tayammum qilamiz deydigan ish bo'lmaydi. Diniy masalaning o'zida bu nima deb qaraldi? Bu chiqib ketgan bo'lsa, u soniki o'zida u narsa paskin qilmaydi degandan uni tarat olamiz degan nima bo'ladi? Gap bo'ladi. Endi bu yerda paskin olmaydi deganlikni olib siz shunday ish degan dinimiz, mana islom dinimiz mushtada bakatdi. Bakatganlikni olib majbur emas. İşmişsiniz mayli o. Ammo ishmay bir yerda o'lib qolmasangiz bo'lmaydi. O'chada u paskin narsa harom bo'lsa-mu, o'chada jonni qutuldirish uchun uni nima qilish kerak? Uni ichish kerak. Bu bir ayrim nima o mesele. Şu mayada deyilayotgan gap, ya'ni mayada bu yerda yalaqay rish deydi, rish degan, ya'ni shu tuk, qanot degan gap bo'ladi. Unda o'ladigan o'zilib qolgan hayvonniki tuklari. Mana o qaysi hayvon bo'lsin degan gap. Ya'ni mushundaq hayvonlarniki tuklari, mushundaq tuklari, uni boshqa uniki nimalar jonglari deydi. Mana jonglari deganidek mundaq bir narsaniki o'zi u nima emas, o paskin emas. Chunki paskin qilish uchun islom dinimizda nima bor undan? Unida qon bo'lish kerak. Qonniki o'zi shu bo'lish kerak, yo'q bo'lmaydi. O narsa canlıq, yönlük narsa olub, o'zidagi asli tabiatidagi o'zi buzilib, o canlısı kadın chiqqan bo'lsa, purg'an yoki nima bo'lgan bo'lsa, o narsaniki o'zi inson yesa u zarar qiladi. Mana bu e'tibordan uni nima deymiz? Uni paskina deymiz endi. Chunki bu tukda yoki shu jungda deydi, bunda narsaniki o'zida undaq bir paskin narsa iborat bo'lgan bir narsa bo'lmaydi. So'chib ketsa, shubhatib turdi. Unda o'g'anikin paskin narsa uniki ishi chiqmagandan bu e'tibor bilan soni nima qilmaydi, paskin cho'q qilmaydi deymiz. Va dedi İmam Zuhri yana o'liklarniki usqonlarda, masalan, pil o'xshash va pilniki g'ayri o'xshash. O'liklarniki usqonlari debdi bu yerda am, lekin bu yerda tafsir qilib pil va pilniki g'ayriga o'xshaydigan hayvonlarniki usqonlari degan ne bo'ladi? Gapchi bo'ladi. Endi pil bu nima? O haram bizniki islom dinimizda. Unda o'g'anikin pilniki g'ayri bo'lgan, masalan nima? Masalan eshak, ya'ni haram narsaniki usqonlari degan gap. Mana bu narsaniki kelgan vaqt o'zida mana nima dedi İmam Zuhri rahmatullohi alayh? Men mushlarniki haqiqiy kelgan vaqt o'zida İmam Zuhri dedi ki, topdim men Selefil ölmaniki qatarda bir minç adamlarını tapdım. Çünkü bu adam şu zamanda yaşayan adam, katta adam. Tapdım ki, ola qandaq qıldı taraydılar olar. Mene şu usqalları bilen. Yani ölüp qalğan haram hayvanlarniki usqalları bilen yasalğan aş tağaq bilen çekinin, beşinin taravatqanlığıniki üzünün çekinin, beşinin saqalını taravatqanlığı men nima qıldı deb tapdım. Hemmisiniki yanında degidek ve çaşı olğan bolsa yoki saqal olgan bo'lsa, endi bir tag'aq bor. Bu tag'aqni buni nima qiladi? Bular ishiltib o'tadi. Hammasi yoki pilniki usqonidan, yoki eshakning usqonidan, yoki olmaydi boshqa harom bo'lgan narsaniki usqonlardan ishiltib o'tadi. Buni topdim. Buni topgandan keyin mana ko'maydilar ular. Mana bundaq bir tag'aqniki o'zida hech qanday bir chatoqni ko'maydi. Yoki behining zimri shu tarashniki o'zida. Yem teşhitundaki mesleğe kayıtırsak beynin zimirinin. Bunu da hiç kadar bir çatak yok dep nima qildi ular? Mene unda çatak yok dep gördü. Hiç kadar çatak yok bunun da. Kısa bunu verdi dep nima qildi ular şunda gördü ekan. Ko'rgandan keyin demek mene o'lib qolgan hayvonlarning, harom hayvonlarning usqonlari, mesela go'shtdan arilib, go'shtlar hamması yo'qolib ketibdi, bir yerda qurib ketibdi. Qurib ketgan bo'lsa, buniki o'zi nima ekan? O halol durust ekan. O soğuçup ketip, mandaq qan bolsa, o narsaniki o'zi soni nima qilmaydi ekan, paskini cho'q qilmaydi ekan deydi. Shunda bir so'g'ib qolgan bo'lsa, masalan, pilniki yoki ishniki yoki nimaniki, o chaniki o'zida buni da tarat olsak nima ekan, o durust ekan. Ammo biz bu hayvonlarniki o'zini biz harom deb qarab,
tabiatimizde onu bütün azaların hemsi haram deb qarab, uçan bir düşençe uptuk. Onu dikin bu sonu gözüde aşağı binen çıkıp getipti. Uçan özde örp adetimizde, Müslüman buluşu örp adetimizin üzüde, adetimizin üzüde aşağıdaki kelgen deb, dinimizin kelgen deb, o itibarla işmeptik. Uçan özde meyli, özünüz işemizi işmemsiz. Başkası olsa meyli uçan onu işkiniz yaxşayın. Lekin uyanık özüde usul yok. Namaz vakti kip kaptı. Namaz vakti kap qalğandan uçan usul var, ama onun başkası yok. Onun da apırıpla siz qanday qılın hamda, o hamda tarat almay bu bombagan paskın soğuğandan keyin tarat almay uçan tayammum qılın desakçu kısçu bombaydı deymiz. Çünkü o undaq okup qalğan namaz emas, o maqbul emas. Eğer şundaq okup qalğan bolsan, o namazın özü qaytadan okuş kerak. Eğer vaqti chiqmagan bolsan, vaqti chiqib ketgan qaytadan qazosini qilish kerak. Mana bu yerga deyilyapti. Yani bu yerde iş kadar çataq yok, apırıp onu yesiniz olur deganlikçe emas. Bu yerde bunda kartıldı. Va dedi İbn Sirin, Muhammed İbn Sirin degan salaflarning ichi chiqqan eng katta mashhur olim bor. Men bu odamniki o'zina shu tushki ta'bir beradigan alayda bir alaylik va bu odamniki meni bu yerda xahning tushki va bu odamniki. Şunu da İbrahim Naxai degan olim shundoq dedi ki, hech qanday chataq yo'q, ağacını ticaret qilishadi. Ağac degan nima? Ağac yani pilninki tishi. Pilninki oldidagi tishi var. Şu narsaniki o'zini aç deydi endi. Yani pilninki o'zi haram. Haram bo'lgandan keyin buniki tishi nima u? Bunu da qarsak ana bir adam ticaret qilibdi. Ticaret qilgan bo'lsa, demak ticaret qildi bir mo'min, musulmon degan gapning o'zi bu nima degan gap? Halal, pokiz degan gap bo'ladi. Agar o narsaning o'zi haram bo'lgan bo'lsa, masalan, tunguz, aroq degan o'xshash, mana buningla ticaret qilish qat'iy bo'lmaydi. Endi bu ağacniki o'zi, bu yerga pilniki tishiniki o'zi, bu jon o'zida bu nima ekan? Bu ticaret qildi. Ticaret qilgan bo'lsa, buningda hech qanday tataq yo'q. Degandan keyin, ya'ni demak bu pilniki tishlari yoki boshqa bir narsa kerakniki o'zi sovuchib ketgan bo'lsa, mana u soniki o'zi nima qilmaydi o, mana pasqunchuq qilmaydi. Deb men mush gapni chu deydim. Unda ondan keyin bir ticaret qilman deylamdi. Ticaret qilman deb turib pilniki tishlarini olib bak qimmatli narsa qo'yamdi. Uni olib bir tishlik o'zi tarat olamiz deb qolib bir das yoki qachon o'zi chib ketibdi. Bir yerdaydi. Chib ketgan bo'lsa, o'chan o'zida masoniki o'zi pasqunib ketdi. Unda avvaliki masoni hozir boshqa suv yo'q, namoz vaqti kelib qoldi. Unda avvaliki darhol tayammum qildi. Desakchu bo'lmaydi degan gap. Nima qilamiz? O degan pasqun qilmaydi, chunki shu vaqtning o'zida bütün insonlar degidek uni ticaret qilib, hammiz o'qqandiki qolgan olimlar hammiz biladi. Bilgandiki o'channing salafniki davrining o'zida. Buni bir eg'iz gap qilmagandiki bu halol ekan. Unda avvaliki bu chib ketgan suvniki o'zi pasqunchiga aylantirmaydi ekan deb bu ne demek yani? Yani bu yerde nicasetten ibaret olan paskin nesin çıkıp gidişi bu yerde necis dep şer'i İslam dinimizde paskin dep karagan nesin ki üzünçü bilişimiz gerek. Bilgen bu anıkin uçan üzde bunu için kandak kılımız bunu anıkin bunu düşünümüz. Hem de İslam dinimizden necis paskala dep karalganlıkı üzü insaniyetke yani insanlığa əsas zarar olan nəsniki üzünü nima deydi onu paskına dep qaraydı o haram degan gap bilan nima o'xshash yani haram degan gap bo'ladi. Endi bizniki örf odatda yani örf odatdagi ishlar bilan dinimizki nima qilmaydi o'xshamaydi. Mesela örf odatniki o'zida bir odam kirib ketdi ya badani kirib ketdi shundoq nima qilib turdi. Endi örf odatniki o'zida buni nima deb qaraydi uni paskına o paskınıp gidipsen dep qaraydı. Ameliyatda bu dinimizin nima emas, bu paskın emas. Çünkü paskın olgan bolsa, eğer o adam kirib ketgan bolsa ya talep gidip bundaq azroq burab ketib muqam bolsa, namaz o'qisa bo'lmaydi desa bo'ladi. Unda degan bir gap yo'q. Ammo örf odatda nima deydi buni? Paskına deydi. Paskınıp gidiplar va yunuslanmamdı deydi. Yani demek bazı meselelerninki o'zida nihoyat diqqatli bilan qarash kerak endi. Men adamda İmam Zöhri'ninki salaf ulamalarının qatarida bir necha adam topdimki, ular
Meni onunla nima qildi? Tog'aqni taraydi va yaddahinu piha debdi. Yaddahinu qilib va yog'laydilar ular. Meni shu nimada yuz ilib qolgan narsaniki usqonlarini ishlatib, bedellarini uyabi yani yağlab ashta qiladi ekan. Yani u yog'ni shu usqonda qacha yabi qo'shidek qilib, uni elib badanga meni surkib qiladi ekan. Yani demak, badan surkib qolgandan keyin ani ishlatib yog'i pokiz, odamning badani pokiz. Yani qo'shiqning o'zi yana hayvonlarning nimasi usqini. Unda o'g'aniki buni nima qilibdana, buni hech qanday bir odam "Voy, bo'lmaydi bu, harom paskin qoldi" demabdi. Unda o'g'aniki bu uchun paskinchi qilmaydi deganicha shu. ...235. hadis. Dedi İmam Bukhari. Hadis bayan qilib bizga İsmail dedi İsmail. Hadis bayan qilib Malik. Malik olsa İbn Şahab'din. İbn Şahab olsa Ubeydullah'ın, Abdullah'ın, Utbet'in, Mesud'din. Meni bu adam Ubeydullah İbn Abbas radıyallahu ta'ala anhumadan rivayet kıldı. Meni İbn Abbas radıyallahu ta'ala anhuma Meymune radıyallahu ta'ala anhadan rivayet çok kıldı. Hem de Meymune hemimizin malum ana İbn Abbas radıyallahu ta'ala anhu'nun hammacısı. Şunda da ki cezmen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem soraldı. Bir şaşkandaki çıp gedidi o şaşkan seyrek yakka. Seyrek yakka mı şunda şaşkanlar çıp gedidi. Yani o devrinin üzerinde bu şaşkanlı mı cep, uçağın üzerinde kaç kuşumu degендek neyse emez. Hem de bu. Onda o adı ki muşundak seyrek yakka çıp ketken bu seyreği biz kandak kılımız. Yeyimiz mi, yemeğimiz mi, hemen taşvatımız mı deyip soruluptu. Sorulga vakti üzerinde Peygamberimiz dedi elquha ve ma havlaha fatrahuhu ve kulu semenekum deb Peygamber sallallahu dedi. Taşlarını sıra şu seyrek yakı çıp ketken en aşı nimine şaşkanlığın üzerine için taş vetanlar. Taş vetanlar sıtka. Taşlarını. O anda bir nemesini ki şu şaşkanlığın çıp ketken şaşkanlığın etrafındaki nesim taşlarını. Yani şaşkan seyrek yakı çıp ketken bolsa onu elbetişle birle şu jukka yavana, şu jukka yani ki üzüntü evet alınan. Evet kadiki kanda kılınan taşlanı şu şaşkanın etrafı ağan neslin üzüntü kılınan taşlanı. Şaşkanlığın hem etrafı neslin taşlanı. Taşlap yanına kepkağa sınıki seyrek yanına olan şunu yanına deyip beni Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem için müştaht edeyim. Yani demek müşundak şaşkanın üzüntü haram. Haram boğan nesim nicis. Necis olğandan o nəsin üzü aşağı çıkıp ketken bolsa, bu çıkıp ketken nəsin üzü quyuq. Quyuq olğandan çünki şaşkan ya çıkıp ketken bolsun. Şaşkanlıki vücududaki haram boğan eczanınki üzü ya da kan ya ki benas kerahlarınki üzü ya göç yöllüğünki üzü. Uçalın üzü de nemiga seyrek yanınki üzüge içik sınıp ketmeydi. Ama ayeti çüde onunki jukva. Yani jukunu evetip onundaki anı işletsek, yani ayak ütüp ketmegendeki o nime duruz. Yani demek, müşündeki haram nesiki üzü, paskın nesiki üzü, müşündeki suyuk olmayan sudek, bunda bir nesiki çıp ketken bolsa, onu hemmini paskın kılmaydıqalığı, ama bunu apırıp paskın kılmaydıqalığı, fakat etrafının nesini evatsakla, onu kağan nesini işletsek, şer'i taraftan bu nimeyken, duruzken, deyil. Bu emniyet kimi nime, bu uygun hem deyil, aklın muvaffak. 236. hadis. Dedi İmam Bukhari, hadis bayan qilib bizga Ali ibn Abdullah. Dedi Ali, hadis bayan qilib bizga man. Dedi man. Hadis bayan qilib bizga Malik. Malik olsa İbn Şahab'din. İbn Şahab olsa Ubeydullah'ın, Abdullah'ın, Utbet'in, Mesud'din. Bu kişi olsa İbn Abbas radıyallahu ta'ala anhumadin. Dedi İbn Abbas, bu İbn Abbas olsa yin Meymun ne radıyallahu ta'ala anhumadin. Şuna da ki cezmen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem soraldı şaşkandaki çıp geldi bu şaşkan seyrek yağda. Seyrek yağda çıp geldi bir şaşkandı neme kıldı soraldı. Soralgandaki bunu kandak kılımız ya Resulullah dedi. Digendeki dedi Peygamber'den huzuha. Yani ma rivayette huzu depto aldık rivayette neme elku. Yani elka. Elka yulka ilkaen. Din çıkan emir. Yani elku degen elkiyu degen gep oldu. Ondan o adıken elka degen gep. Laqiya yalqa degan ushqashli degan gap, alqa yo'lga tashli degan gap. Endi marvayatda huzu debdi. Ya'ni huzu degani u huzu degan gap. Ya'ni ahaza ya huzu chiqqan amr. Unda o'g'andikin
huzuhu degan nima qildi tutunglar. Ya'ni tutib ne illa o şaşqanni va unda bilinmezki şaşqanning atrofidagi narsa elinglar. Olgandiki shuni bilan birlikda bu olgan narsa nima qilinglar tashlanglar. Uni atrofidagi tushgan, ya'ni yuqib qolgan, ya'ni tashlanglar dedi. Degandiki dedi men, ya'ni ma Rabiyniki o'zi, Yesus payg'ambarimizga Malik onda bilinmasligi men hisoblay olmayman, o narsaniki o'ziniki deydi. İmam Malik İbn Abbas'ın Maymun degan mush rivoyat jiq mushda rivoyat qildi deb shunda chu deydi men degan adam. Ya'ni İmam Malikning huzurida jiq adamlar darsni anglaydi. Anglagan bo'lgandan keyin İmam Malik men mush mazmunda hadis olim bo'lgandan keyin shu mazmunda jiq darsni qilgan. Men shu dars qilgan vaqtimizda mush rivoyatning o'zini jiq shunda ömür boyu mush gapni deb işte degan bunu son manch qatim ya 10 qatim 20 qatim deyamayman. Nachiq rivoyat qilgan deb men degan adam mushta debdi. Ya'ni demak bu hadisniki payg'ambar alayhisolatu vasallam deganligi buningda hech qanday nima yo'q, shakchu yo'q deydi endi. Endi bu gapni nima uchun Ibn Abbas Maymundan deydi desa, ba'zi rivoyatniki o'zidan Ibn Abbas'ın demay, Maymun dedi yoki Ibn Abbas'dan rivoyat qilgan mushdan nima ekan, hadis bor ekan. Buni qarta Imom Buxoriy deydiki, bu hadisniki o'zidan İmam Malik rahmetullah alayh İbn Abbas'dan men İbn Abbas olsa Maymundan jiq rivoyat qilgan. Anda o'g'aniki qolganlar degandekchi undaq muvofiq emas bu hadislar. Ammo Ibn Abbas Maymundan deb kelsa andikin bu chan o'zi bu to'g'ri bo'ladi. Chunki İbn Abbas'niki hammasi olgan Maymuna peygamberim ayoli. Şu Maymunniki uy bağa vaqti bo'lgan gap. Bu vaqachi shu. Ammo ba'zi rivoyatda Maymunda rivoyat qildi basas tabiinlik o'zi. Yoki bo'lmaydi İbn Abbas rivoyat qildi deydi. Ammo İbn Abbas peygamberim mushta dedi deydi, bo'lma to'g'ri. Lekin eng to'g'risi nima u? Ma'vo demoqchimdi. Yani bu sanatniki gapini bu yerda deyapti. Dedi İmam Buxoriy, hadis bayon qilgan Ahmad ibn Muhammad. Dedi Ahmad, xabar berdi bizlarga Abdullah, dedi Abdullah. Endi mushu yuqorqi hadis qasasa ama yadamni seriq yoq degan gapni dedik. Endi biz oyati degandek, yana tushib ketilgan narsaniki o'zi. Masalan, jamid deydi arabchada, shundoq qitib qattiq ashta modda bo'lgan bo'lsa, u qanday bo'ladi? Men ham shu hadis qasasa ashta bo'ladi. Ammo u pastki narsa tushib ketgan narsa o'zi suyuq bo'pti. Suyuq bo'lsa, uchoqni o'zi qanday qilamiz? Suyuq bo'lgan vaqt o'zidan u sovuq tushib ketgan bo'lsa, u so'g'a, masalan, suyuq narsa bo'pti. Uchoqimizdan mena yelaqi İmam Şafii'deki ikki tulum uni kemmisa, uni opirib hammani shu tashvatimiz. İmam Azamnikida masalan, ma taraf 40 metr yoki ma tarafda ya tarafda olsa, ya g'usiqsa, a tarafning suyi midirmasa. Men mushundaq narsaniki o'ziga ya undaq bo'lmagan bir so'g'a bir narsa tushib ketgan bo'lsa, hamma suvni ishlatgan olmaydi, tashvatimiz. Ammo quduq kasichu, quduq kasi degandek, o'chan o'zi uniki hukmini bo'ladi, o'chan o'zi boshqacha bo'ladi endi. Mana 237-hadis. Hadis bayon qilib bizlarga dedi İmam Buxoriy. Hadis bayon qilib bizlarga Ahmad Muhammad. Dedi Ahmad, xabar berdi bizlarga Abdullah, dedi Abdullah. Xabar berdi bizlarga Ma'mar bo'lsa Hammam ibn Munabbahdan. Bu kishi bo'lsa Abi Hurayra roziyallohu ta'ala anhudan. Abi Hurayra roziyallohu ta'ala bo'lsa payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan. Dedi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Her qanday bir jarohat qiladi, yar qiladi, o jarohatni musulmon adam Allah'ın yolida nima qiladi? Jarohat qiladi. Ya'ni Allah'niki dinini oliy qilaman deb, Allah'niki kalom va Qur'onni oliy qilaman deb, musulmonlarning sha'nini ko'tiraman deb qilgan ash yo'lniki hammasi nima o Allah'ın yolida bo'ladi. Ya'ni Allah'ın yolida eng yuqorisi jihad, uningdan keyingi turini aytijik. Masalan, dinimizning tabliq qilibdi, dinimizni o'rgatibdi, dinimizni deb o'rganibdi. Mana
Muşu narsaki hammasi buni o'qish qilishniki o'zidan ma dinni o'rganib, Qur'on hadisini o'rganib, shu qilish orqali ma dinni kishilarniki o'ttirgan to'g'ri e'tiqod, to'g'ri ibodatning o'zini yetkazman deb uni o'qiydi. O'qigandan bu nima bo'ldi? Ana Allohning yo'li uchun bo'ldi. Shuningdek, meni jihad qilayotgan, tabliğ qilayotgan, mana tarjima qilayotgan, uning boshqa tashviqot qilayotgan nima bo'lgan. Buningki hammasi diniy tarafdan bo'lgan. Meni bumi Allohning yo'lidicho debcho hisoblandi. Bu yerdamda umumiy tarafdan mush bo'lgan bilan, lekin mayadiki nima qilgan Allohning yo'lida deb kelgan vaqt o'zida xos meni ishlatgan vaqt o'zida faqat jihaddan iborat bo'lgan. Men Qur'onni ko'tarib, ma taraf kofir, ma taraf musulmon. Men mushundoq urush bo'lganligi o'zini buni Allohning yo'lidagi nima deydi? Ish deydi. Yani bu yerda aytishimiz shu. Yani Allohning yo'lida har qanday bir musulmon jihad qilman deb chiqib, u yaniki o'zi nim bo'pti odam yig'iribdi. Bir yerga o'q tegibdi, yani najis tegibdi, ya bir tayoq yebdi shu yo'lda deydi. Shu yo'lning o'zida ashta jarohat, ashta yig'ir bo'lgan bo'lsa, u chog'ingizda nim bo'ladi? Men bo'ladi bu jarohatning o'zi qiyomat kuni ma dunyoda bo'lgan jarohat yarniki o'zi meni o'zniki hayit o'xshash bo'ladi, ol bir zamondagi nima qilindi, sanchildi. U jarohatga. Yani o jarohatniki o'ziga mana shu dunyoda sanchigan vaqt o'zidan yoki qilishtigan vaqt o'zidan nayziya, pichoq yoki tumi binasi tiqib yoki o'qyani etib yoki o'qni etib yoki qilishni kesib qolgan vaqt o'zida bu odamda bir xil holat bo'ladi. Qanday bo'ladi? U chog'ning o'zida ana qip-qizil qonchu chiqadi. Qip-qizil qon chiqadi, uning holati yana boshqa har xil bo'ladi. Mana qiyomat kuni şu vaqt o'zida ash adamniki ashu jarohati qiyomat kuni ash o'ltigan vaqtiga o'xshash bo'ladi. O'xshash holat shu bo'ladi. Bo'lib qanday bo'ladi? Ya'ni o odam qolib qolgan vaqti qiyomat kuni mana lawnuddan. Mana shu vaqt o'zida ash adamniki rangi yana shu yoki o'q tekkan yoki qilish yoki nayza kaltak tekkan yaniki o'zi mana nima bo'ldi? Qonniki rang bo'ladi. Ya'ni badanniki rangining o'zi va arpu. Ve erpo yani o adamniki aşı jarat oğa yani ki purğu o kıyamet günü neminin purğu oldu. Yani aşağıda bir purak oldu. Aşı öldügendeki derhallık bir purak buldu. Yani şu purakniki üzeri kıyamet günde ifarın purğu oldu. Yani ifarınki purğu oldu ki kıyamet günde şunda ifarda purak aşı meydanın üzerine bir alıdı. Sot meydanın üzerine de mine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem müşahede. Yani ol bir vaktdaki sançıldı o cerahatini. Şu vaktin güzel boludu ki yani tepecceru demen. Vakıttı. Yani nemi oldu? Etilip çıkıdı. O cerahat nemide bir kanlı. Yani öldüğü vaktin üzerinde sançılığa vaktin üzerinde kan etilip çıktı. Şundakça çıkıdı. Çıkkandaki kandak olan iken onunki rengi kıyamet günün üzerinde bulmuşsa nemi yok. Renginin üzeri kıpkızıl. Hem adam şunu karıp, adam Allah'ın yolunda şehit o adamken muşundak tayak yap, kaltak yap, kan çıkarıp muşundak oht it, muşundak adamken. Hem bu adamniki şundak kargandiken pur ifadek burgandiken hem adamın üzeri Allah yolunda muşundak işini kırıp dünyada muşundak iş buptiken diyendek aleti çoğu bu çok boludu de benim Peygamber'e muşundak çoğu dedi. Muşundak çoğu dedi. Yani demek men Allah yolunda muşundak capa tatışniki üze. Yani başka edisam var mı o edisimiz şu. Capa tatıp her kanda bir adamniki bedenniki üze muşundak yeğiripti. Muşundak kanaptı. Kan bolsa bununki mukapatı mene o dünyada muştakçı buludu. Bu beka iş yok. Şuna Allah yolundan işka adamniki mertebesi başkalar karağa vaktın üzeden en yukarı oldu. Şuna Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mene Peygamberimizden kaçtı sorap gelgan vaqtın üzüden mene İslamdaki qaysı yaxşı diyav məzmunundaki hadisdə mene İslamdaki zirvesi nima degan? Cihad degan. İslamdaki içindeki əməllərindeki en çoxusu, en yüksek, emmeden çok olğanlıkın ilgisi olğanlık emmeden bunu kılamaydı. Mene bunu bir qancha narsa kedidu. Ketgendeki şu çoqluğa çıkış için yüksek, en âli, üstün yer çıkış için birinci vaqt kedidu. Onda olğanlıkın bununki en yukarı İslam dinimiz umum ehmadı şunda cismi keltirsek bununki emeller daha türcük. Bununki içindeki en üstün tutduğu emel neymi o? Cihad degen.
Zirvatul İslam el cihad deb Peygamber samaştaq şu degen. Anda oğandikin bu cihad degen adatki narsa şu emas. Mana cihad degen en yuqori oğandikin onun tövünde bir minchi nimalar var, amal var. Şunu qilsin, qilib rasmiy ruhiy, jismoniy tarafdan uni rasmiy tayyorlik qilib, andaki sharoat hammani qilib, shundaq nafl ibodat hammani qilib, andaki yuqori o'rlaysiz. Andaki bu chal o'zida sizda men jihadniki nimiz qanday ekanini biladi. Unindiki jihadni qilasiz. Hem bunun bir qancha bosqich var. Uni besib o'tisiz deydi. Abi yugurib beriblar unda jihad deb unda çok bo'lmaydi degani şu. Mana buni nima? Mana mujohidlarniki Allohniki yo'lida jafotatı bu shundoq qon chiqib qon bo'lsa, mana mushtoq çok bo'ladi deb men payg'ambar alayhisolatu vassalam mush gapni nima qildi? Deydi. Şu an urush maydonining o'zida o'lib ketgan shahidlarniki o'zini yumaymiz. Çünkü akan, kıyamette ifar şekilde çok boludu deb. Bu yerde bu İmam Bukhari'ninki maidesindeki keltirişki sebep değil mi? Dese bazı ulemalarımız bu yerde İmam Bukhari'ninki maidesi keltiriş sebep. Bu babına çatka vakti üzere yani ihbardan ibaret olan nesneki üzü o pakiz. Şu ama hedisi mayada nima qildi? Keltüdi. Bu hedisdeki özünü kitab cihatta babu fazl cihatdaki özü keltiriş muvafiq. Ama hedisdeki özünü mayada hamda bu yerde yana paskin nesneki özüge mesela bir so yoki so'dan boshqa narsa paskin narsa tushib kelsa qanday bo'ldi degan babga qanday munosib bor. Desa bu yerda ifade degan mana shu yer hayvondan chiqadi, hayvondan chiqqan ba'zi narsaki o'zi u paskinchi emas. Nimishqa? Mana bu yerki ash narsaning o'zi mesela ifade tushib ketsa deydi. İfade tushib ketgan vaqtdagi o'zida bu ifade aslida nima ekan? Qanday keladi? Qanday kelgandan demak bu paskin emas. Ya'ni o ifadening o'zi suvga benas tushib ketgan bo'lsa, u narsaning o'zi nima qilmaydi? O paskinchi qilmaydi deydi. Hatto sovuq tushib ketsa, mayli hozir nachib bo'ldi deb aytsa, qimmat bor deb ketdi. Eğer o paskin olsa, hamma adamlar biladi. Ahli ilmi tatib hammasi buni ishlasan haram degani yo'q. Yani demek bu nima ekan? O pokizkan demakchimdi buni. Yine birisi qanday ekan? Bu yer puroqniki masalasi dedi. Puroqniki masalasi demak, ashundaq yaxshi narsaniki, narsaning o'zi sovuq tushib ketgan bo'lsa, u chaqning o'zida u yaxshi narsaniki o'zi sovuq tushibdi. Tushib soniki rangini ya puroqini asha o'zgartiryapsimi, u hech qanday nima qilmaydi, ta'sir qilmaydi. Deydi. Yani hozirgi davrnikidek. Hozir soniki bir tabiati bor. Ammo soniki tabiat bo'lib turgan, soniki asli chiqarish paskin narsani yuyishdan iborat olan, paskin narsa chiqarishdan iborat olan narsani, yani balani narsani ishlasak texmi pokizlaydi deb, ani qo'shgandika soniki puroqi o'zgarib ketadi. Mesela hozirgi mesela kiyim-kechak so'plar deymiz, ayirib, yani qujdigan gap, mana ani qilamiz, ma puroq chiqirdi, ani nima qildi deb. Mana bu narsa nima o soni paskinchi qilmaydi. Shu paskin qilmagan uchun biz uni qilamiz, uni job kiyimiz uchun ishlatib hozircha men hozirda shunday olib ketdi go. Buni çok qilamiz yani. Yeni atirguni, yeni falan polqara deb ishtaq. Buning bilan soni qilmaydi, o'chan o'zida men buzilmaydi demakchimdi. Babul bavli fil ma'i daimi. Men bu kishi tarat qilishniki babudur bir suvdagi doimiydi. Yani bir daim suv degan gap, daim suv degan oqmaydigan. Yani bir yer muqim turadigan suv, yani oqmaydigan. Mushundaq bir suvniki o'ziga bir odam kishi tarat qilib qolgan bo'lsa, ya suydik tushib ketgan bo'lsa, men bu suv qanday bo'ladi? Paskin olamdi, bo'lmamdi. Men buning ustiga nima bab deydim. Dedi İmam Bukhari, Yedis Payg'ambarga Abu Yaman, dedi Abu Yaman, xabar berdi bizga Şuayb, dedi Şuayb, xabar berdi bizga Abu Zinad. Şuna deb jazman Abdurrahman Hurmuz, A'raj. Yedis Payg'ambar bu Abdurrahman, şu Abu Zinadga şuna deb jazman bu Abdurrahman, anladı Abu Hurayra radhiyallahu ta'ala anladı. Şuna deb jazman Abu Hurayra Peygamber Efendimiz'den anladı. Yani Peygamber Efendimiz dedi ki, "Nahnul ahirun sabiqun." Dedi. Biz en ahirki bütün ümmetlerine nispeten biz en ahirkidir. Ve şunu da biz en nimidir? Başlı kişidir. Neden?
Kıyamet günü. Kıyamet günü men Allah Taala bütün insanlarni sotlab ashtaqqa vaqt yüzünden birinchi bo'lib bizdan so'rab, birinchi bo'lib bizga nima qilamiz? Oldi bilan biz shu jannatga kiramiz. Ya'ni sobiq dedi. Yana bu elsidagi yuqori isnodi bilan, yani bu bir isnatgan. Ma bir elsidagi rivoyati ma isnatda mushta bir rivoyat qilibdi. Bu bir rivoyat 5 nima? Endi buniki yeni bir isnodi bilan, yani boshqa raviyning bas o'zgarib ketadi. Buniki isnodi bilan dedi imom, dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Mene söymüsün, siymisun, silniki biranlas daim sudan. Ki o akmaydı. Akmaydıgan daim sonu gözüde terettüt kımısın. Anıdakin gusül kılıdı o biranlas şu sudan. Bunda bir işini çoğun kımısın." De Peygamber aleyhisselatü vesselam men müştahanımı kıldığın dedi. Hem de bir yerde İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi ki Nahnul ahiruna sabikun degan bu yelsini ma tövenki yelsin üzge bunu ekilişki sebep neymi? Hem de bu daim soniki üzde bir adam kichik tarat koysa bunun hükmü qandaq oldu. Bunu bayan kılımızda oturup anladık bu yerde hiç qandaq zahir tarafta bir alakası yok bir yelsi ekip koydu İmam Bukhari. Bu neyim için ekip koydu? Desen bunu da ekilişte ölüm alemimizdeki neyimiz çok ban köz karşı var. Bu yerde demek yok ne? Tövenki yedisindeki üze yenen bir kançı sebepler var. Tövenki yedisindeki üzere Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala'nın Peygamber aleyhisselatü vesselam'dan ben aşk yaptım diye vaktimizi ma yaptım diyen. Diyen bu yedisindeki diyenligi o nime onun enek. Diyen yaptaki üze nime kıldı uçağın üzere yani bir jip arkalıp bunu anlayan diyen bu maksette şu İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bu yerde nime kıldı bu yedisi keltiydi. Bu misal bu elsilen ma işkelisindeki ağırlıkta hiç kanda bir münasipçi yok. Şuna A elsizdeki ravileri bilen ma elsizdeki ravilerindeki okşaş ravat kılır. Kim kaysi adam ravat kan bolsa ma elsim şunda. Şunda oğandaki şuna İmam Bukhari şuna nahnul ahirun ve sabikun diye elsi keltirişki sebepçi muşo. Dep nemi kıldı bu yerden karaydım. Bu misal hiç kana bir münasip yok zaten o edisindeki ahir bir yer keltirişte. Yani demek sonunki yüzü daim tuğan sonu yüzü simanla yani kişi tarih çok kımmanla kıpkasan ondaki o daim tuğan sonu yüzü demek daim akmayı kalsın ya köl ya ki manda bir su ya kaçıdaki üyondaki diyen gibi. Bunu çok kımmanla kısana ondaki ne kalsan jüynüp kalsa, taratçı ip kalsa uçan üzler. Bundak suda ne olmaydı, tarat ağıl olmaydı, hem su ne olmaydı. Men işletkilçi bommaydı. Ondak çok kamanla dedi. Hem de akkan soniki hükmü kandak tuğan soniki hükmü yukarı degendek. Eğer paskın dersi olan bolsa, men uçan üzü sonu paskın koydu 3 rengi var, 3 xil şartı var. O özürüp gelse bommaydı. Ama akkadıgan su olan bolsa uçağınızda akkan suyununki üzerine terat kısanlık boludu. Terat kandaki uçak akkan deyken, akkan bir itibariyle materyal şunda yıkatkan suyunun üzeri terat kılmadı akkan bolsa bu suyununki üzeri benim mayat bağladı hareket kan bolu ki bu hareket itibariyle paskıdas yokap geldi bu yer terat asanlık boludu diyen ki. Şuna bazı bir gaplarının üzerinde yetkata dumlansa bir suyunun üzerine pakizlik alet ekedi o dep mındak bir diyen gapının ki məlum derecede müşte bir asas bir gap. Hem bu gap taza bulmaydıgan neymi o gap bendi. Babun İzâ ulqiya ala dahril musalli kazarun ev cifetun lem tefsut aleyhi salatuhu deydimdi. Bu bir babdır. Kaçaniki taşlansan namaz okuatqa adamniki dümbisiga bir tezek yoki bir tap jipatu degan tap degan gap yani o'ziga ülüp aşağı turib qolgan hayvonniki o'zini deydi uni ülük hayvonni tap jipatun deydi. Ya bir tapniki o'zi namaz okuatgan adamniki dümbisiga tashlibdi. Tashlansa buzilmaydi bu adamga o adam namozini qilmaydi buzilmaydi. Deb men İmam Bukhari men mushu gapni nima qildim qo'ydi deydi. Yani demek
Endi bu bir adamniki o'zi namoz o'qigan vaqti o'zida Imom Buxoriy gapiga asosan namoz o'qigan vaqti o'zida ashundaq paskin narsaniki o'zi ashudan nima qilibdi, o'niga juqob ashda qilib qilibdi. Qilib qolgan bo'lsa, o'chani o'zida bu juqib qolgan yoki chechirab chiqib yoki bir yerda tushib ashtaqan bo'lsa, u narsaniki o'zi bu odamning kiyimini nima qilmaydi ekan, paskin cho'q qilmaydi ekan. Paskin qilmaydi ekan, ashda o'qiyverdi o namozni deb men Imom Buxoriy mush gapni qilmoqchi demakchi. Ya'ni demak namoz o'qigan vaqtida boshda o'qigan vaqtida buni diqqat qiladi, ammo orliqdan shu tamomlash jarayonida chachirab yoki nasib ketgan bo'lsa, o'chani o'zi nima qiladi, o'chani o'zidan namozni o'qiyveradi, tamomlayveradi, namoz buzilmaydi degan bu gapni nima qilmoqchi o'zingizdan buni gapni shu demakchim deb. Dedi va Berti ibn Umar radhiyallohu ta'ala anhuma qachoniki ko'rsa u odam o'ziniki kiyimida bir qonni ko'rsa va u odam namoz o'qiyotdi, meni qo'ydi bu odam u kiyimni va yuriyverdi, u odam o'zining namozi uchun yuriyverdi. Ya'ni o'ziniki namoz uchun o'qiyverdi. Ya'ni namoz o'qigan vaqt o'zida boshda diqqat qiladi. Diqqat qilib andikin ya bir rakat ya azroq o'qigan vaqtda ashta qilib qolgan bo'lsa, o'chan o'zida men qon bilan yuqib qolgan bo'lsa, o'chan namoz buzib voy menda xubdi demasam, o'chan o'zini cho'p bo'laverdi deydi. Va dedi İbn Musayyab va Shabi qachoniki namoz o'qisa u odam, valki u odamniki kiyimida bir qon vardır. Yoki bir janobat vardır, ya'ni bir mani vardır. Yoki u odamniki o'zi qiblniki g'ayriga qarab nima qilibdi, namozni o'qibdi. Qibla g'ayri qarab namoz o'qibdi. O'chan o'zida mana yoki tayammum qilibdi odam, tayammum namoz o'qibdi, undagi namoz o'qibdi. Namoz o'qigandan keyin ondagi tepdi odam suvni o'ziniki vaqtida u odam nima qilmaydi, namozni qaytacha iyodachi qischa iyoda qilmaydi. Namoz uchun bo'laverdi deb men bu yerda mush İbn Musayyab Shabi degan katta mujtahid olimlarniki o'zi men mush gapni nima qildim dedi deydi. Ya'ni bir odam o'zi namoz o'qigan vaqt o'zida qanday qilibdi, masalan boshqa vaqtning o'zida u yo'q zodi o'qigandan keyin bu odamniki o'zida ashtaq bir narsa bo'lib qolibdi. Bu qolgandan keyin u namozniki o'zi qayta iyoda qilishi yo'q. Qayta iyoda qilmasa bo'ladi. Yoki o adamniki bedinde yoki kiyimide qarab baxsa başta yo'q, yani tapamidi ya diqqatini qilmadi. Ammo o'qib bo'lgandikida o'qib bir yer chiqib qoldi ya ko'rib qoldi kiyimning bir yer badanniki o'zida. Shunga bu odam darhol namoz buzmay namoz uchun o'qiyverdi. Uni o'qib bo'lgandan keyin o'qib qolgan bo'lsa, uni qayta iyoda qilishniki hojati yo'q deb bunday çok qaraydi. Yoki bo'lmaydi u odam qibla g'ayri qarab namoz o'qibdi. Ya'ni qibla g'ayri qarab namoz o'qibdi. Masalan, u qibla qarab namoz o'qigan o'zi namoz o'qib bo'lgandagi bilibdi-da, voy bu namoz o'qib, voy qibla matarafga kelmasmi, ya biz debdi, yandaq debdi. Degan bo'lsa, o'chan o'zida bu odamning o'zi namozni qayta iyoda qilmasi uchun bo'lmaz, namoz bo'ldi. Deydi. Yoki u odamniki o'zi masalan tayammum qilibdi. Tayammum qilib namoz o'qibdigan suv yo'q. Qarab baxsa, mana izdidi bu odam qarab baxti. Ammo bu odam qarab baxib nima qilsa suv yo'q. Suv yo'q bo'lgan namoz vaqti qoldi. Agar o'qimiz bo'lmaydi, vaqt ketaydi de. Onda darhol namoz o'qibdi. Namoz o'qib bo'lgandan keyin qarab baxsa suv chiqib ketdi. Ya bir yakib ketdi, ya birisi bor debdi. Degandan keyin voy endi bunda qilibman deb o'chani ko'zizan, men namozniki o'zini qayta o'qimiz shu bo'ladi deb men mushtanim qildim. Dedi katta olimlarimiz deydi. Endi bu masalaniki o'zi bir ixtilofiy bo'lgan bir masala. Ham bu masalaning o'zi sal jiqaroq nemini oladigan bir masalaniki o'zi. Endi bir odamniki o'zi namoz o'qigan vaqt o'zida kiyimiga işte paskin narsa tiyib qolsa yoki shunda o'qib qolgan bo'lsa, shu paskin narsaniki miqdori qanchalik? Buni da ixtilof bor. Bizniki Hanifiy mazhabda mana shu yuqib qolgan shu narsaniki o'zi bir dirham miqdorchilik. Yani suyu yo'q, quyuq deb ariladi. Bir dirham miqdorchilik ashundaq bo'lgan bo'lsa afu. Agar u narsaniki o'zi shu paskin narsa o'zi shu kiyim yoki badanniki o'ziga bir dirham kumush pul deymiz. Kumush pul shuchaq dumbuloq bushtaq keladi, ya'ni 1 gram necha gram. Shu vaqtning o'zida mana u odamniki o'zi nima bo'pti?
Şu vaqtdagi o'zida bu odamniki o'zi u vaqtdagi o'zida bu yiliq yuqqan narsaning o'zi jiqaroq ekan. Jiqaroq olgan bo'lsa, uçan o'zida bu odam namozni qayta ioda qiladi deb mashtaxni qilamiz biz qaraymiz. Ammo İmam Şafii rahmetullah alayhi, İmam Buxoriy rahmetullah alayhiniki nazarda bunda bir nima yo'q ekan, ko'z qarashi yo'q ekan. Bunda bir ko'z qarashi yo'q. Buni ioda qilmasimiz bo'ladi. Men jiq olamdi, az olamdi degan bunda bir ko'z qarash bor. Mana bu ayrim bir nima o mavzu. Endi shu suvniki shu qibla masalasining o'zi shundoq. Qibla masalasining o'zida agar u odamning o'zi namoz o'qishdan burun rasmiy tahrir qilgan bo'lsa, bu qaysido ma'zum ozmi deb o surish qilaysa odam yo'q. Uchanzi o'zi rasmiy buni izlanibdi. İzlib endi oyzi qarab, uchan o'zida bir odam, ya'ni u odam bir tarafga qarab, uchan bosh tarafga qibla deb ashta o'qgan bo'lsa, undan keyin u odamning namoz o'qib xato chiqqan bo'lsa, namoz maqbul. Ammo bu odamning o'zi tahrir deydi arabchada, bu narsa qilmabdi. Ya'ni izlanmabdi. Apirib qilibdi, qibla bo'shi deb o'qiyveribdi. O'qib, agar u odamning o'zi to'g'ri chiqib qolsa-mu, uchan o'zida bunda o'qib qolgan bo'lsa, tahrir qilmay o'qgan bo'lsa, u odam namoz qayta ioda qiladi deb ularga qaraymiz. Endi suv masalasiga o'zida bu odamning o'zi suvniki o'zini meni bormi yo'qmi deb ashtak diqqat qildi ekan, bu odam qanday qilibdi, aqtiribdi yo'q. U joniki o'zida bu odam yoki az suvniki o'zi tarat olmasa, bahoning o'zi jiq setib oladi ekan, uni bermaydi ekan. Unda o'g'aniki u odam tayammum namoz shu o'qiydi deb nima qilamiz, u jon o'zida qaraymiz. Ammo bu odamning o'zi suvni tekshirmabdi, nima qilmabdi, apirib, bunda qarab tayammum qildi, o'cha suv ekan. O'cha o'zida buni nima qildi, yana qayta suv ashta chiqib qolgan bo'lsa, o'cha o'zida izlamasdanlar, uni qaytadan nima qildi, suv chiqib qolgan bo'lsa, ioda qildi deb biz shu mushtaqcha qaraymiz. Endi bunda mazhab imomlarga asosan buni ixtilof bo'lgan bir masala. İmam Buxoriy ba'zi masalalarning o'zida endi shu babga munosib bo'lsin deb bu ayoylik namozning qabul bo'lish bo'lmasi tarbiga qarab o'sha yerda qilmay menga akirib qo'yishdagi sababchi men mushandi. Ya'ni hamma narsa biraqla bo'lsin deb. Göz kırığınç edis. Dedi İmam Buxoriy, Yedis bayan qıpadı bizlerge Abdan. Dedi Abdan haber verdi bana benim atam. Benim atam olsa Şobe'den, Şobe olsa Ebi İshak'tin, Ebi İshak olsa Emr ibn Meymun'din. Benim bu adam olsa Abdullah Mesud radıyallahu ta'ala anh'din. Dedi Abdullah şu ardiki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Depti o andaki yine Yedis mayada ne kıldı senet yine yütkülüdü deydi. Dedi İmam Buxoriy ve hadis bayan qıpadı Ahmed bin Osman. Dedi o Ahmet, hadis bayan qıpadı bizlerge Şurah ibn Mesleme. Dedi o Şurah, hadis bayan qıpadı bizlerge İbrahim Yusuf. Bu adam olsa özün atısı olsa Ebi İshak'tın yani. Şerkerçi senet özgürlükmüş birleşiyordu. Dedi Ebi İshak, hadis bayan qıpadı bana Emr ibn Meymun. Şunda da ki cezmen Abdullah Mesud. Hadis bayan qıpadı Abdullah Mesud. Şu yılki Emr ibn Meymun'a şunda da ki cezmen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem berti namaz okuydu Beytullah'da. Beytullah'da Peygamber namaz okuydu. Hem de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e namaz okuşun üzü Peygamber bu işten tatip o perz olgan dep karlıdı. Hem de Peygamber bu işteki aldıda ibadet kıldı dep bandı. Onu ayrım değildi. Anda o halde Peygamber şu ya iki vak perz vacipti ama Medine'm kelgendeki namazın üzü 5 vakit aylanğan. Yani ki Medine'm kişilik aldılarda mirajındaki tindeydi onu de. Şunu olan Beytullah'ın kaçtı Peygamber namaz okudu. Ve Ebu Cehil ve onun üçün boğan bir menşe emraları olsa oltu içidi. Oltur deydi Kabe'nin etrafıza. Şundaklı dedi olanıki bəziye deptu. Eyyukum yaci'u sele cezuri beni fulanın.
Sizniki qaysına ep kelidi? Palani, beni palaniki mene tögülleriniki işkanını kim ep kelidi? Onu andiki ep kelip bunu koydu. Muhammed'ninki dümbisiga qaçaniki seydi qısa. Endi ör vaqtda qalmaydı. Seydi qıp yangi egişke vaqtda dümbigi apırıp qıp qoymiz bunu. Kim muştaq qılıdı? Deyişip öz oturusdan. Qani qaysını yaman deb muştaqçı depdi. Şo'ndan penbese eşkal kavmi deydi. Şo'ndan qo'zg'ilib mangdi qavmning ichidan chiqqan eng shaqi kim? Abu Cehil. Mana bu men appangan kishi deb. Şo'ndan ep keldi bu Abu shaqi olan bu adamning o'zi bu to'giniki ishqorniki o'zini bu nima qildi? On epchu keldi. Şo'ndan qardi bu Abu Cehil hatta vaqtiki Peygamber sallam Seydi qilib qo'ydi Peygamber bu Abu Cehil bu ishqorning o'zi Peygamber sallam dümbisining ustiga ikki alqonniki ikki do'lisini o'tirsiki. İkki do'liniki o'tirib dümbisiga qo'yibdi. Dümbisiga qo'ydi deydi. Vallahi men qarayapman deydi. Bu yilqi kim? Abdullah Mas'ud. Men qarab turman deydi. Valla la ughni shay'an. Men hech qanday bir narsani behojat qila olmayman. Ya'ni qilman nima qilyapsan demayman. Chunki Ibn Mas'ud roziyallohu anhu kichik. Uçak kichik ham u Ibn Mas'ud roziyallohu anhu uçak kichik bo'lgan bilan ham u Makka mushriklarining ichida bir yuz obro'yli bir odam bolasi emas. Unda o'g'aniki hech qanday qilolmaydim deydi. Agar men uchun bir man'at olgan bo'lsa, ya'ni to'sadigan bir kuch qudrat olgan bo'lsa, Abu Jahlning o'zi nima qilsan deydigan ishda bo'lgan bo'lsa, men hech qanday amal qilolmadim deydi. Shundan dedi Abdullah Mas'ud, "Pes başladılar ular holatiki kuldi." Yani aşo Abu Cehil ve onunki emraların yüzü külüp aşo tögünün işkarınınki yüzünü aşağı apırıp koyganı qalaqçı bir beziki mişinde kürüşüp işte çok oldu. Mene hayıl kıldı onların bazısı. Mene onların bazı mayıl olup yani hali ahvalı değil yani havalı yani yetkili diye biz yetkili biz mişinde kalışıp mışda çok ne kıldı ola külüştü. Külüş geldiyken şunu olan Vallahi ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Seyyid Koçu idi ki Peygamberimiz yüzün beşindim kılmaydı, kötüemekti deydi. Kötüemegen o şahadeti deydi. Hatta ki geldi Peygamberimiz'in keşke müştak türü ve Peygamberimiz Seyyid Kali'yi verdiğin Fatime. Kızı olan Fatime radıyallahu ta'ala geldi. Geldi ki taşladı bu Fatime şu Peygamberimiz'in dümbüsünü yerken kötü günün işki, jin. Nersin ki yüzünü bunu taşladı. Şu ona Peygamberimiz'in yüzün beşini kötüydi. Andaki dedi Peygamberimiz'in. Dua kılın. Allahümme aleyke bi Kureyş. Dep üç kata müştakçı dedi. Ey Allah aleyke degenme gel. Silige havalı kıldım ben Kureyş'ini deyin gel. Kureyş'ini havalı kıldım. Yani ehaltu aleyke bi Kureyş'in. Ben silige Kureyş'deki kandak tutuşlarına azaplışını ben silige havalı kıldım ya Allah. Dep bulağı karşı duayı betço kıldı. Kaldıkken şundan muşakkat yani ağır geldi. Bu dua ulağıçı ol bir zamanda Peygamber ulağı dua ibet karşı bulağı ağır geldi. Köyde onu biz geçip dua ibet kon. Çünkü bu müşrik olsun mu? Müşriklerin üzeri bula Kabe'nin içindeki üç net but var. Bu bizim Hudayımız var. Onun etrafında Huda var. Yani butları var. Bu bizim Hudayımız. Bu Hudanınki üzeri çoğun Hudağı yetküzüdü. Dep bundan ne kıldığı gep ibadet kıldığın gep. İbadet kıldığındaki şu an maniki Allah'a Peygamber Allah'a dua olgandaki bunu çoğun Hudağı dua kıldı. Bu okup kaldı bu dep. Duanın icabeti okup bula müşrik olsun bunu ağır gelgen gep. Ağır gelgen gep. Hazır müşrikler çoğu akancı dua kısmı pervaz pelek. Dedi İbn Mesud ve bertler ular yani bu müşrikler körtü şunu cezmen dua kılış şu şehirde mustajab deydi. Ben şu şehir kavun Beytullah'dan. Yani haremdeki dairesinin içinde kan duanın üzü ay müşrik vaktindeki üzüdümü kim bir adam yani kanda adam buluşun ezel Allah kan dua icabet deydi. Bu itibarıyla Peygamber ula kan dua ulağı demek geldi eğirçü geldi. Andayken at dedi. Peygamber ismini atadı. Ayada umumumuz bir dua ve dua ibet koyup ismini atıp dedi ki ey Allah Allahümme aleyke bi Ebi Cehil. Ey Allah Ebi Cehil'ini tutsalan. Ey Allah beni Utbe ibn Rabi'ni tutsalan. Şeybe ibn Rabi'ni tutsalan. Velid ibn Utbe, Ubey ibn Halab, Ukbe ibn Ebi Mu'tni tutsalan. Dep beni her birisi ismini birden yani bir sanapçı dua ibet çok kıldı. Ve sanıdı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem
7. adamni sanagandi, lekin men buni esimni qolmabdi deydi. Esimde qolmabdi deb mana İbn Mas'ud radhiyallohu ta'ala anhu mushtaqchu dedi. Dedi İbn Mas'ud, qasam Allohga meniki nafsim Allohning ilkididir. Allah'ın ilkide olan Allah'ına qasamki, cazmen köydümen anda bir kişilerninki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sanıda aşı vakti özü dua ibad kılıp. Sanılan kişilerin kötümü yakılgıcı kalp da. Yani kalp nime? Bedir'de. Bedir uğruşununki aşağıda ağzı içilgan aşağıda bir kuduk var. Kuduğununki içiki taşlangan aşı kişilerin kahtardı ben bunun için köydü. Yani Bedir'in uğruşu olan hicretin birinci katım uğruş. Şu vaktin üzerinde buna uyadı məğlubçu boğan. Onu ölgen. Ben Peygamber sallallahu kan duasının üzeri şu vaktin üzerinde nime kan? Mene tutkan. Dep İbn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu men müştaqçu deydi. Endi bu yerdeki asas maksat Peygamber aleyhissalatu vesselam mene namaz oqa vakti üzerinde kafirlarınki üzeri tövgeninki işki jinninki üzerine apırıpçu koygan. Koygandaki Peygamber sallallahu namaz okuyuverdi. Demek namazdaki o'qishniki o'zi İmam Buxoriyning ko'z qarashicha men boshda diqqat qiladi zot pokiz bo'lish kerak. Ammo uni dekin ashda bir narsa orzu qolgan bo'lsa ya qon ya bir narsa chechirab ashtaqan bo'lsa, bu odamning o'zi namoz uchun o'qiyverdi. Uni dekin bu odamning o'zi namozni qayta ioda qilmasi uchun bo'ladi deb mushta nima qiladi, uniga qaraydi. Mana bu İmam Buxoriyniki nimasi u ko'z qarashi. Biz aviyat deganimizda bu nima o? Yani juqqan narsaniki o'zi suyuqmi, quyuqmi, o qanchalik masalan qanchalik narsa juqdi, nega juqdi, qanchalik yaga deganni buni nima qilamiz? Unuga buni hisoblaymiz. Hisoblab andan keyin agar shuningda sal tovan bo'lgan bo'lsa, o'chad afu bo'lgan namoz bo'laverdi. Ammo unida jiqara qilib qolgan bo'lsa, ya bir kiyim ya ikki kiyimga munda o'qam chechirab unda qolgan bo'lsa, o'chan o'zi namozni nima deymiz? O'chani qayta o'qiydi deymiz. Endi yeni kiyimniki o'zi ashtaq jiqaroq pas qilib ketgan bo'lsa, kiyimni ash kiyib o'qimdi yoki yalang'och o'qimdi. Endi bunida nima bor? Ixtilof bor. Yani bir odamniki bir yoq bag'avadi kiyimi pas qilib ketibdi. Pas qilib ketsa, masalan, bir pot yoki bir qo'l deydi. Hammasi pas qilib ketdi. Ucha qanday qiladi desa, ucha o'zida yalang'och o'qish kerak yoki kiyim kiyib o'qish kerak deganligi o'zida bu o'limaning o'zida nima bor? Ixtilof bor. Ba'zilar shunday o'qiydi, chunki öğreti galizden ibaret olan aldı akıdık öğret bekki o nime onun ağır günah. Şunun için uçan üzde o adam onu sanmay, oturup işte okuydu. Eğer kimi sağlam olsa bu adam oturup çok okuydu. Hem ruku seydin çok rukunu mıdak kalıyordu. Hem seydin bekki onda çok kanmaydı o. Diğerledek işte nime var? Yapla bu salat. Kitabı salattan çıkıyordu tefsiri ehval. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين